Bitta novostroyka kvartirani puliga sizlarga tayyor, patkul shunaqa faizli naqd 7 xonasi bor. Yevro remont uchastka ko'rsam nima deysizlar? Okalar. Videoni srochniy kvartirasini sotib uchastka ko'chmoqchi bo'lgan tanishlarga yuborib qo'yinglar. Yaxshi lokatsiyadan uchastka ko'rsatamiz. Uy alohida tema, mahalla alohida tema. Okalar, mahallaga o'zinglar bitta baho berib qo'yinglar. Shunaqa faizli tinch mahalla ekan, ko'chalar asfalt bo'lgan, gaz, svet, suv, umuman muammosi bo'lgan joylarda, hattoki kanalizatsiya 3-5 sot yer maydoniga ega bo'lgan tayyor patkul. Kelinglar, endi ichkaridan ko'radigan bo'lsak, krushka bitta avtomashina bemalol sig'adi. Shunaqa faizligini uchastka, katta hovlisi, o'rtada katta zeleniy zona, mevali daraxtlarni ekib qo'yishgan. Aylanasiga binoni ko'rishimiz mumkin. Naqd 7 xonasi joylashgan bo'lyapti. Ba'zilari zal ko'rinishda, ba'zilari yotoqxona ko'rinishda joylashgan bo'ladi. Bolalar yotoqxonasini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari alohida ayollarimiz uchun kuxnyani ko'rishimiz mumkin. Sanuzol ham joylashgan bo'ladi. Uchastka yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasizlar. Videoni kvartirasini sotib, uchastkaga ko'chmoqchi bo'lgan tanishlarga tezda yuborib qo'yinglar. Shunaqa faizli mahalladan uchastka ko'rsatdim. Lokatsiyaga keladigan bo'lsak, Uchtepa Shofayz mostining oldida joylashgan bo'lyapti. Ya'ni Archa ko'chada. Katta yo'ldan taxminan 50 metr tushib kelamiz, okalar. Narxini 175 ming dollarga qo'yyapmiz. Srochniy narx ulgurib qolinglar. Pastdagilar nomeri savdolashib olsanglar bo'ladi.